Ijtimoiy tarmoqlarda yana ko'p tarqalyapti. Islom Karimov uzoqni bilgan odam bo'lgan, shu uchun Xitoyni O'zbekistonga kiritmagan deb ko'plab blogerlar chiqib aytishyapti. Islom Karimovning uzoqni ko'ra biladigan inson ekanliklariga hech qanaqa shubha yo'q. Lekin bularni hammasi aslida boshqacha tuzilgan. Islom Karimov Turkiyani kiritganlarida Turkiya biznesmenlari ishlab paketga o'rab gapiradigan bo'lsak agar ishlab Islom Karimovni va davlatni aldab ketgan va davlatga, ya'ni O'zbekistonga dinni kiritgan. U dinni yomon ma'noda, ya'ni dinni yaxshiroq sindirish uchun kiritishgan islom dinini. Va bu tabiiyki davlatlarga yoqmaydi va davlatning katta lavozimli odamlarini qo'rqitadi. Negaki ko'plab islom diniga chuqur kirgan davlatlarda terrorizm juda rivojlangan, juda ko'p terrorchilar. Shu uchun bundan davlat qo'rqadi va Turkiyani chiqarib yuboradi, haydaydi va Xitoyni olmaydi. Buning ikkita sababi bu. Turkiyani chiqargani bu ularni, ya'ni Islom Karimovni aldagani va dinni kiritgani, dinni yomon maqsadlarda kiritgan deya shubha bilan, balkim bu rostdir. Shu sababli Turkiyani chiqarishadi. Shundan Islom Karimov arazlab qoladilar, Turkiyani chiqaradilar va Xitoyni kiritmaydilar. Umuman hech kimni kiritmaydilar. Islom Karimovning eng katta minuslaridan biri Islom Karimov biznesmenlarga ishonmaganlar va biznesmenlarga yo'l ochmaganlar. Hamma ishni SMBga topshirib qo'yganlar, SMBga ishonganlar. Va oxir-oqibat SMB ham aldab o'zini foydasiga ishlarni bitiradigan bo'lib ketgan. Va agar bir orqaga qarab eslasak yokida Tergovchining bitiklari degan kitobni o'qib ko'rsak ekan, bularning hammasi ayon bo'ladi. Islom Karimov davrida juda katta poraxo'rliklar bo'lgan. Shavkat Mirziyoyev esa buni kamaytirishga harakat qilyaptilar. Islom Karimovning uzoqni ko'ra biladigan odam bo'lganliklariga hech qanaqa shubha yo'q. Lekin o'sha paytda Xitoyni kiritmaganlariga o'ziga yarasha sabablar bor edi.